Siz ilgari Barselona bilan Chempionlar Ligasini yutgansiz. 10 yildan keyin Paris Saint-Germain bilan bu sovrinni qo'lga kiritish siz uchun nimani anglatadi? Finalga chiqishning o'zi allaqachon alohida bir voqelik. Biz ajoyib mavsum o'tkazdik. Men klubga birinchi marta kelganimda ilk matbuot anjumanida fransuz tilini deyarli tushunmasdim. O'shanda anglagandim. Mening maqsadim PSG tarixida yo'q bo'lgan yirik sovrinni yutish. Bu Chempionlar Ligasi kubogi va biz klubga uni olib kelgan ilk jamoaga aylandik. Bu bizda ambitsiya borligini, g'alaba qilishni xohlayotganimizni anglatadi. Bu tanimagan odamlarga ham quvonch ulashishdir. Mavsum davomida muxlislar o'z ehtiroslarini namoyon qilishdi va bugun ham ular shunday qilishdi. Bu hayratlanarli edi. Bu g'alaba ularga eng yaxshi minnatdorchiligimiz bo'ldi. Final xushdagi yangragach yuz bergan ta'sirli lahza haqida nima deya olasiz? Muxlislar oilangiz uchun, ayniqsa qizingiz Ksana sharafiga banner ko'tarishdi. Bu juda hissiyotli lahza bo'ldi. Muxlislar qizim sharafiga banner ko'tarishdi. Ammo men uni eslab qolish uchun Chempionlar Ligasida g'alaba qozonishim ham kerak edi. U doimo biz bilan. Men ayniqsa mag'lubiyat yoki muvaffaqiyatsizlik paytlarida uni yonimda his qilaman.